Assalomu alaykum, Ma'lumot.uz kanalining qadrli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, biz bugun Farg'ona viloyati Rishton tumani Rishton chorva bozoridamiz. Hafta kuniga yakshanba 18-yanvar 2026-yil. Ko'chat novvosalar qatoridan videoligimizni boshladik. Videoni boshidan oxirigacha ko'rib chiroqimdan yoritib beramiz. Hozir olinganlar qatoridamiz akalar. Mana shu bu qochani 13 million so'mga baraka qilishdi mana. 1 metr oshiqroq keladi bu, 1 metrdan kam emas mana. Baraka qilishdi. Pullarni sana berishyapti. O'zimiz joydan ham esni mana. Ko'chat novvosa. Bularning egasini topa olmadim. Mana bular esa xo'sh. Jupiga 33 bo'ldi deyapti-mi? Olinganlar bular. Baqotlar ekan bular. 32,5 mi, 33 mi? 32,5 million bo'ldi. 32,5 million so'm bo'pti akalar jupiga. Kelasi bir joyga. Ashaka shuni bog'lab qo'ying. 1.5 santimetr atrofida keladi. Bu qo'yadi, olgan bilovonga. Xo'p, mana bularni ko'rsataman akalar. Mana bu 16 million so'm bo'ldi. Mana bu esa 16,5 million so'm baraka bo'ldi. Ikkalasini bitta odam oldi mana. 16,5 million so'm, narigisi 16 million so'm. Bo'ylari akalar biri 15 atrofida kelib qoladi indamasdan. Bu nech pul bo'ldi aka? 13 million 100 ming so'mga mana. Men 3 ta molda oldim. Xo'p, nech puldan bo'ldi aka? 14 million 200. Mana ha? Qora. Qorasi chiqarasi. 14 million 700. 14 million 700. 13 million 100 mana ha? Mana shu yoniga. 13 million 100. 14 million 700. Mana. Olan nech pul dedingiz? Mana o'rtadagini? 14 million 200 ga. Baraka bo'pti aka. Uchalasini bitta odam olibdi mana. Barakasini bersin. Bular mana ular bo'yi 10 atrofida kelib qolsa kerak menimcha. Eng kichkinasi 13 million 100 ming so'm. Tomondagilarga qaranglar. Mana ikkalasini endi egalari yo'q. Xo'p, narxni aytdim. Endi ichkariga kiramizda, ichkaridagi narx-navolarni ko'ramiz akalar. Xo'sh, ana shu joyda savdo bo'lyapti ekan. O'shamayotganim men beraman, 11 million 600 ga beraman. 11 million 600. Ya 11 ga beraman. Qizilimi mana o'si? 100 so'mda. 11 million 100 mingga talashyapti xullas. Ha? 100 mingda 11 million 600 deyapti, 11,5 deyapti. Men sotdim, 1,5 ga oldim. Men beraman 11 million 600. Davuldi. Bittadan foyda qil. Mana shu narigisi 11 million 600 bo'ldi. Chiqib ketdi. Xo'p, buni 11 million 700 so'rashyapti. Mana nima qilaylik? Jiyanim tog'amda endi men foyda qilishim kerak. Qo'yapti 50 ming 100 mingga nima beryapti? Shunchaga to'g'ri-da. 20 million 700 ga bermayapti. 50 ming 100 ming. Ana ko'chatlar qatoridamiz akalar. Xo'sh, o'zimiz besin joydarilar. Aka nech pul so'rashdi buni? 11 million so'm. 11 million so'm 1 metrga bormaydi ana shakalar. Ko'chatlar arzonmi qimmatmi deganlar, ko'chatlar arsh qimmat. Xo'sh. Qani aka to'laylikchi? Mana shu tomonlarda, mana shu bu qo'shani ko'raylikchi. Aka sizdanmi bu? Nech pulga boradi? 14,5 million so'mgacha oxiri bor deyishyapti. 1 metr atrofidagi novvoscha mana akalar. Xo'sh, davom etamiz akalar. Xo'sh, kichkinaroqlardan ko'rsatsam yana. Aka sizdanmi bular? Ha, bizdan savdo bo'lyapti. Nech pul bo'lyapti aka mana shu? 12,5 qilyapti. Mana shuni? 12,5 savdosi bo'lyapti ekan, lekin nech pul baho aytdi o'zi egasi? 15 mi? 12,5 dan boshlashdi akalarimiz. 15 baho aytishibdi mana shunga. 1 metrdan oshiqroq, 10 santimetrga borib bormay qoladi bo'ylari, yosh ko'chat mana. 12,5 dan boshlandi akalar. 15 baho aytilyapti ekan, lekin aytilish narxi. Savdo bo'lyapti. Oqib savdo bo'lyapti. 13. Shunaqa gaplar akalar. Xo'sh, mana buni ko'raylik. Aka nech pulga bermadingiz? 29. Jupiga 29 ga bermadingiz. Mana, onasi dadilgan, onasi kichkinaroq ekan akalar.
Aka boshni ko'taringchi. Mana jupiga 29 million so'mga bermadim deyapti akalar mana. 14 ga 15. Degan bo'laveradi. Qani tomondagilar sekin ko'rsataylikchi. Bularni aka necha pul qilishdi? 25 qilishyapti aka. Jupini? 25 million so'm jupini qilishdi akalar mana. Novvoschalar. 1 metr oshiq bular. 1 metrdan kam emas. Xo'sh, bularni necha pul so'rashdi aka? 24. Jupiga 24. Yakka oq boshda o'zini so'radimi? Necha pulga bordi? 11,5. Yakka o'zi. O, nima bo'lib ketdi haqda? Ashni ko'ra olmay qoldim-da. $32,5 million so'mga olingan buqalar bilan chiqib ketyapti. Jupiga 32,5 million so'm bo'libdi. Yo'l topish olmay oxiri ichkaridan solishdi. Xo'p, qadrdonlar, mana sekin ko'rsataveramiz bir boshdan narxlarni. Mana ham polvongina ekan lekin. Xo'sh. Qirg'iziston parada shved buqachalar akalar. Necha pulga bordi bunisi? 29 qildi jupini. Jupini 29, 14,5 million so'mdan. Mana akalar, bunda ko'rsataylikchi. 1.10 cm plus. Endi nima kelaveradi? Qani, aka o'tiring. Bozor tiqilinchroq bo'lib ketdi akalar. Mana shu holatda 29 million so'mga 14,5 million so'mdan bermadik deyishyapti. Mana shu yerda zo'r buqa ko'rib qoldim qani. Navbatdagi buqani ko'rsatamiz akalar. Mana shu zo'r turib qo'yar ekan lekin, ha? Mana qaranglar. Bo'y akalar 1.15 atrofida keladi. Necha pulga bermadingiz buni? 16 ga? 16 ga jichcha kam so'rashyapti ekan akalar. Yemog'i ichmog'i zo'rmi? Bir hafta garantiyasi bor deyapti. Ko'rarga berishar ekan xullas. Zodiyonni mol ekan. Necha pul baho aytdingiz aka bunga? 17 mo'ljalga ancha qolibdi-da. Bo'ldi. Chicha bilan bitib ketadi, xudo xolasa. Telefon nomer beramizmi? 93lik 108 3955 raqamlariga telefon qilaverasizlar akalar. Ko'ringlar turuvdi. Mana shu buqa. Chiroyli narsa ekan. Sifati ham yaxshi ekan. Aka necha pul so'rashdi buni? 15 million 200 ming so'm savdosi bo'ldi mana shunakilar. 1.10 cm atrofida chiqadi bu. Yosh buqa. Mana. O'zim yonimdan olib. Savdosi bo'lyapti qani? Qaysi savdo bo'lyapti degan o'xo ko'rinib bo'lmayapti mana. Bo'ldi. Bervoq. Qani aka ko'raychi. Bervor bo'ptimi? Arqonlari bilan. Dastlabga. Qaysi biri bo'ldi arqoni bilan? Aka. Ola. Molga qo'yib yuboradi. Tak qadrdonlar mana shuni 16,600 ga baraka qilishdi mana. Shu 1.20 atrofida keladi bu. 16,600 ming. Mu ketdi. Arqoni bilan bo'ldi. Dastlabkasi anchidami? Dastlabkasi bilan arqoni bilan olib berishga kerak. 16,600 ga baraka. Xo'p, qolganlari mana. Bular qopti. Nech puldan aka bular? Boy aka nech pul deyapsiz bular? Senga juma kunida qo'yib olgan jo'qman. Ha, zapat. Demak, akalar mana shu savdo bo'lyapti. 18 million 300 savdosi bo'lyapti hozir. 120 pilos indamay kelaveradi. 18 million 300. Tomonlarga mollarga keyin. 18,5. Xo'sh, ana qadrdonlar. Sana gaplar. Buqa bozori shu holatda endi. Sotilgan va qaytgan mollar narxlarini ham xudo xolasa chiqaramiz akalar. Kanalimizdan uzoqlashmay turaverasizlar. Oxirigacha ko'rsanglar ham xudo xolasa. Qashqatda buqani ko'raylik. Aka necha pulga bordi buqa? 23 million so'm savdosi bo'ldi mana shu buqani. Ko'ringlarchi. Mana akalar. 23 million so'm. Bo'y akalar 1.25 pilos. Buqalar savdo bo'lyapti akalar. Tak. Savdosi ketyapti akalar bularni. Hozir bilamiz savdosini. Bu sotildimi endimi? Necha pul qilyapti buni? 18,5 buni savdosi. Bu hali so'raganimi?
Xo'p, buni savdosi ketyapti akalar. Hozir so'raymiz bularni necha pul qilishyapti ekan mana. Ikkalasi jupiga bo'lyapti shekilli. Qadrdonlar mana jupiga 200 ming kam 34 million so'm. Qani 33 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti mana. Akalar. Qana gaplar. Endi qadrdonlar sotilgan va qaytgan mol qo'ylarning narxlarini yoritamiz. Mana shu joyda turamiz.